M1 va M2 Air modellariga juda ham katta aksiya e'lon qilamiz. 10-maygacha 80-90 dan pastliklar juda ham kam. Video joylaganimizda skidka ustiga skidka, yana ham juda ham katta chegirmali bitta MacBookni yoki notebookni yoki PlayStation'ni arzon narxda qo'yamiz. Demak, Air'lar 650 dan 720 gacha aksiyamizdagi narxlar. Dastavkamiz viloyatlarga uzog'i bilan 48 soatda yetib boradi. $70 arzoniga 100 kuchli MacBook Air M1 ishonib zakazlab bo'ladi. Pulni oldindan deb aytmaymiz, pulni yetib borgandan keyin to'liq tashlab berasizlar. MacBooklarga muddatli to'lov bizda mavjud. Muddatli to'lov bemalol 40% boshlang'ich to'lov berib, xohlagan MacBooklaringni olib ketsanglar bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 93 kuchli M2 Air'larimiz $670 qilib beramiz. Do'konimiz manzili Malika bozor A5-do'kon ko'cha tarafda joylashgan. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun MacBooklarimiz ko'rib chiqamiz. M1 va M2. M1 va M2 deyishimizning o'zgarish sabablari bor. M1 va M2 Air modellariga juda ham katta aksiya e'lon qilamiz 10-maygacha. Telegram, Instagram, YouTube kanalimizda hammasiga obuna bo'lib qo'ysanglar, arzon bo'lgan, o'zlariga mos bo'lgan notebook, MacBooklarni topasizlar degan umiddamiz. Doim YouTubega video joylaganimizda skidka ustiga skidka, yana ham juda ham katta chegirmali bitta MacBookni yoki notebookni yoki PlayStation'ni arzon narxda qo'yamiz. Bu videomizda ham bitta juda ham arzon narxdagisi bor. Faqat videoni kuzatib tursanglar, qaysi modelligi, qanaqa yumshaligi, qanaqa sikldaligini o'zingizlar bilasizlar. Xudo qolsa boshladik mana. Birinchi MacBookimiz MacBook M1 Air. Holatlari juda ham idealli. Yana MacBooklarimizni deyarli hammasini korobka dokumentlari bor, zaryadchiklari bor, komplektida 80-90 dan pastliklar juda ham kam. Bitta, ikkita, masalan 50 tadan ikkita, 3ta bo'lishi mumkin. Hatto qolgani hammasi 90 dan 100 atrofida bo'ladi. MacBook M1 Air holat juda ham idealli. Silver rangda 22 ta sikl 100 ta. Siklni ko'pchilik so'rashibdi. Hammasini yoddan bilamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Nomerimizga bemalol murojaat qilib, telefon qilib bilib olishinglar mumkin. O'zingizlarga ma'qul kelgan MacBookni, notebookni to'liq batafsil ma'lumotlarni bilishinglar mumkin bo'ladi. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bu MacBookimiz 8256 22 ta sikl 100 ta. Holat juda ham idealli, korobka dokumentlari bor. Bu narxini 100 kuchga asosan 550-560 sotamiz. Sizlar uchun buni $550 qilib qo'yamiz. Atik 580 gacha sotamiz ular. Shunaqa holatdagilarni. Keyin korobka dokument bormi deb so'rashadi. MacBooklarda juda ham katta rol o'ynamaydi korobka dokument narxiga. Keyingi MacBookimiz ham M1 Air. Holat ham juda ham idealli. Bu ham nikel rangda. Ochilib yopilishlari o'ziga yarasha yaxshi. Hech qanaqa ko'p ishlatilmagan, klaviaturalar yaltirab ketmagan. Yaqindan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana shu rangni, aynan shu rangni, nikel rangdagini ko'pchilik so'rashadi bizdan. Korobka dokumenti bor, 97% batareyka foizi 8 ga 256 bo'ladi. Biz MacBook M1'lar faqat 8 ga 256 emas, 8 ga 512, 16 ga 512, 16 ga 256 taliklarimiz bor. Hammasidan, hamma assortimentimizdan ko'p bemalol kelib, do'konga kelib tanlab olib ketsanglar ham bo'ladi yoki telefon qilib, bo'ldi o'zingizlarga yoqadigan, o'zlariga mos keladigan, ishlarga mos keladigan notebookni so'rab bilsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarimizni berib boramiz. Ayol qizlarimizga rangi juda ham mos keladigan o'sha gold rangda MacBook M1 Air bu ham holat juda ham idealli. 100 bo'ladi, katta ehtimol bilan 100 bo'ladi. Laminatlari ham yopishtirilgan, ekranlarda hech qanaqa sarapina qilgan joylari yo'q. Klaviatura yaltirab ketmagan, pastda yangi korobka dokumentlari bor. Sikllari ham ko'p ishlatilmaganligi dalolat beradi. Juda ham kam demoqchiman. Pastda yangi holati zo'r, Apple statsionada. Buni ham narxini sizlar uchun $520 qilib qo'yganmiz. Men buni ham narxini aytmadim, 97%ligini narxini $500 qilib qo'yganmiz sizlar uchun. 97 bilan 100% nima razitsasi bor? 97 bilan 100% hech qanaqa razitsa bermaydi. Ishlayotgan vaqtingizlarga hech qanaqa razitsa bermaydi. Bularning batareykasi mo'shni bo'ladi. Batareykasi 8 soatdan 10 soatgacha bemalol yetib beradi ishingizlarga qarab. Og'ir programma bo'lsa o'zgaradi. Ular asosan ofisda ishlarda, trading, boshlang'ich montaj, boshlang'ich ishlarga ancha-muncha to'g'ri keladi. M3 Pro, MacBook M3 Pro, M4 Pro, yana Pro modellarimizdan ko'p yoki i9 arzonchiroq bo'lsin, lekin Pro bo'lsin deganlar i9, i7, i5 Prolarimiz ham bor, Intel versiyada. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalida qoldirib ketaman, yana bir bor eslataman. Obuna bo'lib qo'ysanglar, har kuniga 5 tadan kam bo'lmagan MacBooklarda, notebooklarda
hammasini e'lonlarini joylab boramiz. Batafsil ma'lumotlar bilan Yumkusta sikli hammasini bilib borsanglar bo'ladi. Instagram kanalimizni ham qoldirib qo'yamiz. Instagram kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu yoqda ham katta aksiyalar, chegirmalar bo'ladi. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, sizlar uchun foydali bo'lgan kontentlar chiqarib boramiz. Videolarni o'zingizlar ko'rib borsanglar bilasizlar. Videoni boshida aytib o'tgan, o'sha skidka ustida skidka eng arzon, har doim har YouTube'ga qo'yganimizda bitta eng arzon MacBook yoki notebook qo'yib boramiz va PlayStation qo'yib boramiz deb eslatib o'tdik. Xuddi shu skidkada hozir MacBook M1 Air'imiz 100 yumkusda narxi juda ham arzon. 10 tadan 20 tagacha bo'lgan sikl. Aniq bilmadim. 10 tadan 20 tagacha bo'lgan sikl. 15 ta sikl bo'lishi kerak. 15 tadan kam bo'lishi kerak. 100 yumkusda holati idealli. Zaryadchik, kabellari, o'sha golovkalari, komplektlari hammasi ichida. Bonusiga bitta michka ham qo'shib beramiz. Buning narxi, buning narxi hali yo'q. Buni 580, 570 gacha sotamiz, aytib o'tdim. $50 ham arzon emas, sizlar uchun $60 ham arzon emas. Buni $490 qilib qo'ydik. $490, $70 arzoniga 100 yumkusli MacBook Air M1 8 ga 256 talik juda ham zo'r narx bunga. $490 ga biz qanaqa MacBook M1'lar sotamiz? 88, 85 gacha bo'lgan, 85, 85 dan past emas, 85 dan boshlab M1 Air'larni sotamiz $490 ga. 100 yumkusga juda ham zo'r narx. Bundan faqat bitta dona, kim o'sha ulgurib qolinglar, xudo xolasa bitta michkasi bonusda bo'ladi. MacBook M2 Air bular 2022-yil chiqarilgan. Eslatib o'tamiz yana 2022-yil dizaynlari o'zgargan holda. Ulardan ham 8 ga 256, 8 ga 512, 16 ga 256, 16 ga 512 talik MacBook M2 Air'larimiz bor. Ranglaridan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu 3 xil rang turibdi. 3 xil rangdan bemalol topsanglar bo'ladi. Ko'p ishlatilmagan bular. Yili yangi. M1'larimizda ko'p ishlatilmagan, M2'lar undan ham kam ishlatilgan. Holati juda ham idealniy. Korobka tagitlari 99% bo'ladi bularda. Zaryadchik, kabel original bo'ladi hammasi. U qo'shib beriladi, обязательно shu pulning ichida. M2 Air'larimiz aksiyada hozirga e'lon qildim, 10-maygacha aksiyamiz bo'lib o'tadi dedim. M2 Air'lar 650 dan 720 gacha aksiyamizdagi narxlar. M1 Air'lar esa bemalol 450 dan 550 gacha ham bor. Aksiyamizda avvalgi bo'lmagan narxlar bo'ladi, обязательно. Ularda 730, 740 sotganmiz. 100 yumkuslarni M2 Air'larda 100 yumkuslar 740, 750 ga sotganmiz. O'shalarni hozir 720 ga sotamiz 100 yumkuslarda. Обязательно 100 yumkusga $720 MacBook to'g'ri keladi. Sikli ham ko'p bo'lmagan bo'ladi. Endi yengisi qimmatda 720 ga qatta, yangisiga masalan $150 mezashto pul to'lanadi. Yangisi ham 100 yumkus bo'ladi. Ishlatsanglar bu holatga keladi u ham. Ochgandan keyin korobkani Qo'llanmasi shuni yetganinglarda o'zi $150, $100 tashiydi narxi. Pulinglar ancha tezlashadi, shundan ham bilsanglar bo'ladi. M2 Air bu ham Starlight rangida 100 yumkusda 8 ga 256, 16 ta sikl. Bu ham korobka tagitlari bor. Aytganimdek 100 yumkusligi $720 bo'ladi dedim. $720. Agar kelisha olsak yana klient bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha biz olayotgan odam narxni yana o'tib beramiz sonlarda. Dastavkamiz viloyatlarga uzog'i bilan 48 soatda yetib boradi. Ishonib, zakaz qilinglar bo'ladi. Pulni oldindan deb aytmaymiz. Pulni yetib borgandan keyin to'liq tashab berasizlar. Boshlang'ich 100 ming so'm, 50 ming so'm o'zingizlarga qarab zaklar puli ishonch uchun tashab qo'ysanglar, biz chiqarib yuboramiz. Qolgan to'lovni esa o'sha yetib borgandan keyin to'lov qilasizlar. MacBooklarga muddatli to'lov bizda mavjud. Muddatli to'lov bemalol 40% boshlang'ich to'lov berib, xohlagan MacBooklaringni olib ketsanglar bo'ladi bizdan. 40% boshlang'ich masalan $500 bo'lsa, $200 berib qolganini oyma-oy 2 oydan masalan 6 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Hech qanaqa peniyasiz. Oyiga o'tib ketsa, masalan 30 kunlik, bir oyda 30 kun bo'lsa, 35 kun bo'lib ketib qoldi, to'lamadinglar. 5 kuniga foiz yozilmaydi, peniya bo'lmaydi. Pullar ribo, kredit bo'lib qolmaydi. Bu halol muddatli savdo, halol muddatli to'lov bo'ladi. Keyingi MacBookimiz ham nikel rangda, holati juda ham ideallik. Touchpadlari ham idealniy bo'lib turibdi. Klaviatura yaltirab ketmagan, holati zo'r. Ishlashlariga garantiya beriladi. Bu MacBooklarimiz ishlashlariga 6 oygacha garantiya beramiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 93 yumkusda. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 93 yumkusli M2 Air'larimiz $670 qilib beramiz.
korobka taxmin zaryadchilari bo'ladi. Bundan keyingi MacBookimiz M2 Air, bu ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Buni ham holatlari idealniy, korobka taxminlari bor. Klaviatura yaltirab ketmagan, shundan bo'lsanglar ham bo'ladi. Ishlashlariga ko'p ishlatilmaganligini. 100 qilsa, sikli ham 20 ta 30 ta atrofi. Buni ham narxini 720 qilib qo'yganmiz. 720 dan yana agar kelishadigan bo'lsa tushib beramiz. Narxda. Endi klient bo'lib qolsa, yana odam olib keladigan bo'lsa, yana ham arzonroq narxda beramiz. Aksiyamizni yana eslatib o'tamiz. Bugungi kundan 10-maygacha M2 Air, M1 Air hammasiga aksiya qilganmiz. Xudo xolasa, chiroyli narxda olib ketishingiz mumkin. Instagram, Telegram kanallarimizni qoldirib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun ham, biz uchun ham foydali bo'ladi. Do'konimiz manzili Malika bozor A5-do'kon, ko'cha tarafda joylashgan. Media Market bilan yozib qo'yilgan. Yana bizda PlayStation'lar bor, Windows notebooklar, yangi yana MacBooklarimiz, o'sha ko'rsatgan MacBooklarimiz bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ishlar hammasini bitirib beramiz. Programma xizmatlari o'sha pulli ichida bo'ladi. Ko'rishguncha keyingi videolarda kuzatib boringlar.